Xo'p, do'stlar, bu akamizga ham neoklassik stilda juda ham chiroyli loyiha proyekt qilib berganmiz. Qilib bergan loyihamiz bilan birga bir qurilyapti. Mana derazalari ham 3 talik bo'lib. Xo'p, hurmatli obunachilarimiz, sizlarning ham fikringiz kerak, kommentariya qoldirib ketasizlar. Shunaqa uyda pishgan g'ishtdan qurgan yaxshimi yoki shunaqa penoblok, gazoblokdan qurgan yaxshimi? Meni fikrim, o'zi penoblok ham, gazoblok ham bir xilda to'ldiruvchi vazifani o'taydi. Asosiy uyda og'irligini mana shu kolonna regellar ko'tarib turadi. Endi hamma cho'ntagiga qarab yuguradi. Iloji bo'lsa pishig'ishdan qilgan yaxshi, sal qimmatroq aylanadi. Chunki pishgan g'isht yozda salqin, qishda issiqroq, issiq vazifasini o'taydi. Endi buni ham rasxoti baribir o'shanga boradi. Chunki reka to'qiydi, ustiga fasadni yopishtiradi. Shunaqa. Bu loyihamiz ham juda ham chiroyli chiqyapti. Qilib bergan proyektimiz bilan birga bir bo'lib. Videomizga like bosib, kanalimizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun shunaqa qurilish bo'yicha foydali videolar joylab boramiz.